Konor Makgregorning oktagondagi so'nggi g'alabasidan roppa-rosa 5 yil vaqt o'tdi. O'sha kecha irlandiyalik hech kim qila olmagan ishni qildi. Siz obuna va like tugmalarini qizartirib qo'ying, men buni hikoya qilaman siz uchun. Makgregor g'ayrioddiy texnika qo'lladiki, bu jang eng yorqinlaridan biri bo'ldi. Gong chalindi, jang boshlandi. Jang boshlangandan Konor raqibi Donald Cerrone kovboyga qarata otilib qoldi va u xato qilgandek ko'rinardi, lekin uning soni borib kovboyni boshiga tegib uni boshini larzaga solgandi mana shu lahzada. Tajribali Muay Thai ustasi Cerrone bilan klinchda turib qolgan Konor butun dunyoni shokka soldi. U afsonaviy chap qo'li bilan emas, endi yangi korona udari yelka bilan raqibini burnini sindirayotgandi. 1, 2, 3, 4 u shafqatsiz va aniqlik bilan Cerronening burniga zarbalar berib, uni burnini majaqlab tashladi. Butun tomoshabinlarni muzlatdi mana shu onda. U gandraglab qolgan Cerrone Konorga haykik bilan javob bermoqchi bo'ldi. Uning haykiki juda ham og'ir aslida, lekin aksincha Konor unga haykik bilan javob berib qo'ya qoldi. Konorning haykikidan keyin u knockdown holatiga tushdi. Mana shu vaziyatni o'zi Konorga yetarli bo'ldi va u qon hidini oldi va raqibini tinch qo'ymadi. O'sha lahzada u jangni tamom qildi, tugatdi. Cerrone kovboyni mana shu lahzada yo'q qildi. Referi ajratib bu jangni to'xtatmasa, bugun Cerronening holiga voy ekanligini butun tomoshabinlar his qildi. Ha do'stlar, Konor Makgregor yana g'alabali seriyasiga qaytdi.